Sanatoriyning asosiy xususiyatlaridan biri bu tabiatning noyob kombinatsiyasi davolash resurslari va zamonaviy tibbiy texnologiyalar. Bu yerda sog'liq tiklanadi uskuna texnikasi yordamida, shuningdek tabiatning ozi tufayli. Ushbu mintaqada termal buloqlar, mineral suvlar va shifobaxsh qumlar juda ko'p va bularning barchasi toksik dasturlarga to'g'ri integratsiyalashgan. Termiz Marvaride sanatoriyasida odam u o'zini haqiqatan ham uyda his qiladi, lekin ayni paytda bu yerda to'liq dam olish ta'minlanadi. Sanatoriyning tibbiy bazasi zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan va keng ko'lamli fizioterapiya muolajalari va reabilitatsiya dasturlarini taklif etadi. Bu yerda an'anaviy usullar, masalan, terapevtik hammom massajlari va ilg'or texnologiyalar qo'llaniladi. Lazer terapiyasi, magnitoterapiya, elektr stimulyatsiyasi va boshqalar. Bularning barchasi sizni samarali tiklashga imkon beradi. Jarohatlar, surunkali kasalliklar va jarrohlik aralashuvlaridan keyin tananing funksiyalari. Shaxsiy yondashuvga alohida e'tibor beriladi. Har bir bemor o'z holati va ehtiyojlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan davolash dasturini oladi. Ushbu sanatoriyda davolanish nimaga asoslangan? Biz davolayotgan yurak patologiyasi, mushak-skelet tizimi, nevrologik, endokrinologik bemorlar bilan davolanishga asoslanamiz. Sanatoriyga muhtoj bo'lgan ginekologik bemorlar davolanadi, kurort bo'lmagan davolanish. Asosan, biz mushak-skelet tizimini davolashga asoslanamiz. Osteoxondroz, disk churralari va artrit, turli xil etologiyalar, gematoid artrit, poliartrit, patogrit artrit. Iltimos, ushbu sanatoriyda qolish qanday boshlanadi? Birinchi navbatda nima qilish kerak? Avvalo, siz qabul bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Kasallik tarixi to'ldiriladi. Ambulatoriya statsionar bemorlarning kartasi to'ldiriladi. Shifokorlarni oldindan tekshirgandan so'ng, biz ek va ultratovush tekshiruvini, qon va siydikni dastlabki to'liq tahlilini o'tkazamiz. Shundan so'ng u davolovchi shifokorga boradi. Davolovchi shifokor dam oluvchini to'liq tekshiradi. Fizioterapevtik protseduralarda buyuriladi. Va ularning turlari qanday? Protseduralar asosan bizda vannalar, vodorod sulfidi, zaharli, psomaterapiya, yozda biz parafin terapiyasi, kerosin va azokritterapiyani o'z ichiga olamiz. Shundan so'ng yuqori chastotali elektroterapiya va past chastotali elektroterapiya mavjud. Va ularning xususiyatlari nimada? Ular nima uchun foydali? Bu yerda gipertoniya bilan og'rigan bemor, zaharlangan bosim 180 ga 200 ga ko'tarildi. Biz birinchi navbatda vodorod sulfidli hammomni berishdan qo'rqmaymiz. Vodorod sulfidli vannani olgandan so'ng, agar dam oluvchida 180 bo'lsa, bosim kuchayadi. Keyin bitta dozadan keyin u 140 ga, 160 ga kamayadi. Hozirgi kunda sanatoriyda 100 ga yaqin yuqori malakali mutaxassislar ishlaydi. Muassasaning kengayishi munosabati bilan qo'shimcha ish o'rinlari yaratildi. Bu esa xizmat ko'rsatish sifatini sezilarli darajada oshirish va ko'rsatilayotgan xizmatlar doirasini kengaytirish imkonini beradi. Bugungi kunda sanatoriya har yili 4000 dan ortiq odamni qabul qilishi va davolay oladi. Ularga zamonaviy tibbiy muolajalar va tiklanish uchun qulay sharoitlar yaratadi. Qum hammomida asosan osteoxondroz, artrit, revmatizm, poliartrit bilan og'rigan bemorlar buyuriladi. Ushbu bemorlar uchun terapiyaning ozi yaxshi ishlaydi. Yalliglanish kasalliklari, osteoxondroz, artrit bilan bu bogimlarning yalliglanishi. Yalliglanish bilan kerosin va vodorod sulfidli hammom yaxshi ishlaydi. Vodorod sulfidini olgandan so'ng, barcha is elementlari teri va toqima orqali to'liq soriladi va yalliglangan joyga ta'sir qiladi. Va agar biz tibbiy xodimlar haqida gapiradigan bo'lsak, unda mutaxassislar kerak. Bu yerda siz uchun kim ishlaydi? Umuman olganda, bizda 4 ta shifokor, 32 ta tibbiyot xodimlari va texnik xodimlar mavjud. Va agar biz uskunalar haqida gapiradigan bo'lsak, unda ushbu sanatoriyda qaysi biri ishlatiladi? Ushbu sanatoriyda eng yangi uskunalar qo'llaniladi. Yaqinda biz lazmik blokni sotib oldik. Bu qurilmalar orqali qonni tozalash,
Va bizda ozon terapiyasi, limfa drenaji, eng yangi qurilmalar, yorug'lik terapiyasi mavjud. Fitobar bor. Fitobar har kuni soat 8 dan 4 gacha ishlaydi.